qarzni olishlikda musulmon inson niyatini to'g'ri qilish kerak. Niyatini, o'sha qarzni tezda ado etishlik niyatida olish kerak. İmkoniyatim bo'lishi bilan shuni beraman degan niyatda olish kerak ekan. Nimaga? Chunki payg'ambar alayhisalom Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaha addallohu anhu" dedilar. Qarang, kim insonlardan qarz oladigan bo'lsa, uni ado qilish niyatida olsa, shu tezda shu qarzimni beraman degan niyatda oladigan bo'lsa, Alloh taoloning o'zi ado qilib qo'yadi dedilar. Alloh o'zi imkoniyat berib qo'yadi shu qarzingizni tezda uzishligingizga. Hadisning davomida aytadilarki, "Va man akhadha yuridu itlafaha" kim qarz olayotganda qarz beruvchiga talofat yetkazishni niyat qilib olsa, ya'ni buni puli ko'p, bermasam ham bo'laveradi degan maqsadda, unga talofat yetkazish maqsadida oladigan bo'lsa, atlafahulloh, Allohning o'zi buni moliga talofat yetkazib qo'yadi dedilar. Ana keyin bir umr to'la olmay yuradi qarzini.